Assalomu alaykum birodarlar, juda ko'pchilik yangi fason so'ragandi. Yangi fasonlar oldidagi tugmali emas, tugmaga o'xshagan fason narxi 50 mingdan, razmerlari hamma yo'g'i standart yozilgan. Razmerlar 48 dan 52 gacha tushiradi. Selen materiali. Hibi so'raganlar uchun hibilarimiz 60 mingdan. Rasvetkalar har xil bo'ladi. Rasvetkalar hozircha bir 5 xilmi rasvetkasi bor. Undan keyin shtampl bor. Shtampilimiz narxi 55 mingdan. Telegram grupamizga o'tib razmerlar katta razmerlar. Uzun ko'ylak so'raganlar uchun shimi ham bor, uzun ko'ylaklar chiqqan, mana shimi. O'zining rasvetkasidan bo'ladi. Narxi 75 ming. 48 dan 56 gacha razmerlari. Hammasini shimi bor. Rasvetkalari bir 7 xilmi 6 xil rasvetkasi bor. Keyin shtampl so'raganlar uchun shtampillar 38 mingga 35 ming qilib beramiz. Lozim o'zi bilan bir xil bo'ladi. Hammasini lozim bor xullas. Bular shtampl, bular Leon degan material, bular kirmaydi. Bularning narxi 38 dan 35 qilib beramiz. Bularimiz 48 ming, 3 burchak fason. Ko'rtusda bunaqasi bor, bular 45 ming. Stoyka aqali. Baraqlini ham 45 ming qilib beraveramiz. Telegram grupamizga o'tirasizlar, mana shularning hammasini 45 ming. Rasvetkalar ko'ryapsizlar, xili bor. Hamma rang rasvetka, hammasi chekkaga olgan. Qayerda rasvetka bo'lsa, hammasi chekkaga. Telegramda zakaz tursa, dastavkalar qilib beramiz O'zbekiston bo'ylab. Yana boshqa narsalar ham bor. Bu Qo'qon shahridagi bozor.